Big 6 individu cho'jalarining ishqibozlari uchun yangi partiyalarimiz kirib keldi. 22 kunliklari yana sotuvga qo'yildi akalar. O'ladigan holatdan o'tgan, emlashlari qilingan. Juda ham bir ko'p miqdorda bor. Hammasi sog'lom. Jaydarligini qaranglar buni. Ishqibozlar bitta-bitta like tugmasini bosib ketadigan joy. Ichkariga kirmaymiz, mana shu yerdan turib obzor qilaveramiz. Buni qaranglar. Xo'p, 35 kilogacha go'sht qiladi deyishyapti. Bundan tashqari go'shti molni go'shtiga o'xshagan qizil bo'ladi deydi. Ya'ni parranda go'shtidan mutlaq farq qiladi deyapti. Lekin bilmadim, to'g'risi yolg'on bo'lib qolmasin. O'zim buni go'shtini ko'rmaganman. Ko'rgan bo'lsam ham balki farq sarqiga bormagandirman. Hozirgi kunda narxlari 140 ming so'mdan 22 kunligini qilib berishyapti ekan. Kimga qiziq bo'lsa, dastavkalarni chiroyli narxlarda qildirib olishlari mumkin. Xo'p, nima deymiz? Bu videoni Big 6 baqaman deganlarga jo'natib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Ona haqiqatan ham bir joydar ekan. Videolarimiz qisqa va lo'nda bo'layotganligi uchun like tugmasini, obuna tugmasini bosib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Manzillar Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida. Akalar, nima deydi, like bosing, obuna bo'ling, narxni oxirida aytaman demadim. 1 minutda hamma ma'lumotni berib qo'yganligim uchun like bosishingizga arzigan bo'lsak, like tugmasini bosib ketaverasizlar.